Videoda tegmasligiga harakat qilaman. Aqlli bola bo'lib ko'rinadi-yu, hamma ommada. Hayotda boshqacha. Ha, Kamol kelganiga 5 yil bo'ldi. Ancha yil oldin ham ko'p videolarga chiqqan. Endi senga savol ukajon. Nimaga mediada o'zingning ishlaringni qo'yib bormayapsan? Komfortuningdagi ishxona senga zapret qo'yganmi, qo'ymaganmi? Qo'yamiz degan shans bo'lmayapti-da. Shans bo'lmayapti. Noto'g'ri. Noto'g'ri, to'g'rimi? Xo'p. Bu mashinaga nima qilindi? 4 ta oynasiga tonirovka urildi. Ikkita orqa oynaga 100%, ikkita old oynaga 70%. Aslida mashinalarga tonirovka nima uchun uriladi? Ichi salqin bo'lishligi uchun, quyoshdan himoya qilishligi uchun. Arzon tonirovka bilan narxi balandroq tonirovkani nima farqi bo'ladi? Arzon tonirovka sezonniy bo'ladi. 1 yil ichida rangi ocharadi, to'q turmaydi, ocharib ketadi. Keyin issiqlik ushlashi ham yaxshi bo'lmaydi. Bu tonirovka qanaqa segmentdagi, qanaqa sifatdagi tonirovka? Bu xudo xolasa yaxshi segmentdagi, o'sha qimmat tonirovkalardan hisoblanadi. 10 yilgacha garantiya berilgan. Sonzashda ko'rsatkichlari o'sha 95-90% yaxshi ko'rsatadi. Ichidan tashqari yaxshi ko'rinadimi? Tashqari tunov ko'rinadi. Qani? Bemalol. Bemalol ko'rsa bo'ladi. Buni attenkasi, tonirovkadagi tashqarini ko'rishlik rangi qanaqa bu tonirovkani? Xo'p, yodoviy attenka bo'ladi. Yodoviy, jigarrang. Quyoshda mutniy bo'lib qolmaydi ichkaridan. Tinov ko'rinadi. Tinov ko'rinadi. Yaxshi, zo'r. Endi tonirovkadan ko'rsat. Tinuvligini yaxshimi, zo'rmi? Xo'p. Bu tonirovka hozir 4 ta yon oynalarga va eng orqadagi oynaga nech pulga urildi? Bunga o'zi 4 ta oynaga urildi, 1.200.000 so'm bo'ldi. Agar orqa laboy bilan urilsa, 1.800.000 so'm bo'ladi. Shuncha yildan beri mana shu sohada, tonirovka sohasida, plyonka sohasida, broni plyonka sohasida ishlab kelyapsan. Shaxsan o'zingning mashinangga arzon tonirovka urdirgan bo'larmiding yoki bo'lmasam sifati yaxshiroq, puli sal balandroq bo'lgan tonirovka urdirgan bo'larmiding? Sifati yaxshiroq tonirovka. Hozir nima tonirovka turibdi? Eski tonirovka, narx sonzashda turibdi. Mashalloh. Yaxshi, zo'r. Bitta apparatni ham tekshirib beramiz. Endi ma'lumot beramiz. 96% sonzashda quyosh issiqligini ushlaydi, 99% ultrafiolet, ya'ni teriga zararli nurlarni ushlaydi, 19% yorug'lik o'tkazishi. Gap yo'q. Orqa ham 95% sonzashda quyosh issiqligini to'sadi, 99.9% ultrafiolet teriga zararli nurlarni to'sadi, 9% yorug'lik o'tkazishi. Zo'r, yaxshi. Ana endi odam mazza qilib salqingina yursa bo'ladi. Kimga sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, tonirovka sohasida, broni plyonka sohasida sizlarni xizmatinglardamiz. Ukajon, kattaroq ishlar qilishimiz kerak. Uning uchun hozirdan mediada qattiq harakat qilamiz. Xudo xolasa. Hadderishga bor lekin, xudo xolasa. Men-da o'sha saftir qilib qo'yib beraman. Lekin aslida har bitta postim eng kamida $500. Senga tekinga qo'yibman.